Assalomu alaykum. Bioman YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz o'simliklarda qo'sh urug'lanish jarayoni. Xo'p, urug'lanish jarayonini ko'radigan bo'lsak qanaqa? Urug'lanish jarayoni o'simliklarda ham, hayvonlarda ham mavjud. O'simliklarda urug'lanish jarayonini qo'sh urug'lanish deb atashimiz mumkin, faqatgina yopiq urug'liklarda. Xo'p, qo'sh urug'lanish degan jarayon qanaqa? O'zi urug'lanish uchun nimalar kerak? Urug'lanish uchun albatta erkaklik gametasi bo'lmish spermiyalar va urg'ochi gametasi bo'lmish tuxum hujayralari kerak. Endi erkaklik jinsiy hujayrasi chang donida yetiladi. Urg'ochilik jinsiy hujayralari bo'ladigan bo'lsa murtak xaltada yetiladi. Endi chang donini oladigan bo'lsak, ikki xil tarkibiy qismdan tashkil topgan. Birinchisi spermiy 1 va spermiy 2 tarkibiy qismlaridan. Spermiy 1 qo'sh urug'lanish jarayonida o'simliklardagi tuxum hujayra bilan qo'shilishi natijasida zigota yoki murtakni hosil qiladi. Ikkinchi spermiy bo'ladigan bo'lsa, o'simliklarning murtak xaltasining markaziy qismida joylashgan bir juft markaziy hujayra bilan qo'shilishi natijasida 3N holatdagi endospermni hosil qiladi. Chang donimiz 2N holatda, ular meyoz bo'lingandan keyin bu jarayon haqida keyin gaplashib o'tamiz. Chang doni 2N holatda, spermiylarga esa gaploid holatdan taqsimlanadi. Tuxum hujayrada, ya'ni murtakda 8 ta hujayradan iborat bo'lib turib, har bir hujayra 8 ta gaploid xromosomali hujayradan tashkil topgan. Endi gaploid spermiy va gaploid tuxum hujayra qo'shilishi natijasida diploid zigota. Endi gaploid spermiy va diploid markaziy hujayra qo'shilishi natijasida endosperm 3 holatda bo'ladi. Bu faqatgina yopiq urug'liklarda bo'ladi. Endi ochiq urug'liklarda bo'ladigan bo'lsa, qo'sh urug'lanish jarayoni yo'q va mana bu yerdagi endosperm triploid emas, balki gaploid holatda bo'ladi. Xo'p, gametogenez jarayoni nima? Gametogenez jarayoni bu gametalarning rivojlanishi, ya'ni jinsiy bezlarda gametalarning rivojlanishi hisoblanadi. Bu jarayon ham o'simliklarda, ham hayvonlarda kuzatiladi. O'simliklarda chang donida erkaklik jinsiy hujayralari, murtak xaltada bo'ladigan bo'lsa, urg'ochilik jinsiy hujayralari yetiladi. Xo'p, endi biz o'simliklarning gametogenez jarayoni haqida, ya'ni jinsiy gametalarning rivojlanish bosqichlari haqida gaplashib o'tamiz. Erkaklik jinsiy gametalari chang donlarida, ya'ni jinsiy hujayralari chang donlarida yetiladi. Urg'ochilik jinsiy hujayralari bo'ladigan bo'lsa esa murtak xaltada yetiladi. Xo'p, mana buni o'simlik deb atadigan bo'lsak, mana shunda chang doni mavjud. Va mana shu chang donidagi gametogenez. Chang don ikki xil qism, spermiy 1, spermiy 2 degan qismlarni tashkil topgan. Chang donda nima bo'ladi? Mikrosporatsit degan 2N holatdagi hujayra bo'ladi. Ya'ni mana shu mikrosporatsit degan hujayramiz bir marta meyoz bo'linishi natijasida 4 ta mikrosporani hosil qiladi. Va har bir mikrospora mitoz bo'linishi natijasida yirik vegetativ, mayda generativ hujayrani hosil qiladi. Keyinchalik esa vegetativ hujayralar bo'linmaydi, faqatgina generativ hujayralar mitoz bo'linishi natijasida spermiy 1 va spermiy 2 ni hosil qiladi. Va mana shu spermiy 1 va spermiy 2 umumiy holatda chang donida tashkil topadi. Qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsak, 2N holatdagi, ya'ni diploid mikrosporatsit hujayralari meyoz bo'lingandan so'ng gaploid holatga o'tadi. Meyoz nima degani edi? Kamayish, ya'ni diploiddan gaploidga o'tadi. Meyoz bo'linishi natijasida mikrosporatsit hujayralaridan gaploid to'plamining mikrospora hujayralari mitoz bo'linishi natijasida har biri yirik vegetativ, mayda generativ hujayra hosil bo'ladi. Xo'sh, qaysi biri bo'linmaydi? Vegetativ bo'linmada esa generativ hujayra bo'linib, keyinchalik spermiy 1 va spermiy 2 hujayrani hosil qiladi va umumiy holatda bular chang donida yetiladi. Bu esa erkaklik jinsiy gametalarning rivojlanish bosqichi edi. Endi urg'ochilarning gametalarning yetilish bosqichi qanaqa? Murtak xaltada yetiladi. Murtak xaltada gaploid to'plamini 8 ta hujayradan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, bularda mana bularga o'xshagan mikrosporatsit emas, balki megasporatsit degan hujayralar bo'ladi. Ya'ni megasporatsit hujayralar meyoz bo'linishi natijasida bitta yirik megaspora va 3 ta mayda megasporani hosil qiladi. Va mana bu 3 ta mayda megasporalar esa keyinchalik nobud bo'ladi, faqatgina yirik megaspora qoladi. Keyinchalik mana shu megaspora 3 marta mitoz bo'linadi.
Birinchi marta mitoz bo'linishi natijasida ikkita hujayra, ikkinchi marta mitoz bo'linishi natijasida 4 ta hujayra, uchinchi marta mitoz bo'linishi natijasida esa 8 ta hujayrani hosil qiladi. Va mana shu 8 ta hujayralar murtakda qanday joylashadi? Savol tug'iladi. Murtakni oladigan bo'lsak, mana bu holati deb tasavvur qilaylik. 8 ta hujayralar bir qutb tomonida 3 ta, ikkinchi tomonida 3 ta, markazda esa 2 dona hujayra turadi. Endi qaysi bir tuxum hujayra bizning adabiyotimizda aytib qo'ygan murtakdagi mikropile degan tomonida yirikroq hujayra mana shu tuxum hujayra deb ataladi. Demak, qayerdan bilamiz tuxum hujayrani? Mana shu murtakning mikropile degan tomonida yirikroq bo'ladi va mana shuni tuxum hujayra deb bemalol ayta olmaymiz. Endi murtakda qanday joylashadi? Bitta tomonda 3 ta, pastki tomonda 3 ta, markazda esa 2 ta, qo'shnilar ya'ni 2 dona hujayra turadi. Shuni hisobiga har bitta hujayralar gaploiddan, lekin mana bu markaz birlashib ketganligini hisobiga, ikkita hujayra birlashib markaziy hujayrani hosil qilganligini hisobiga bu esa diploid holatga o'tib qoladi. Endi yana qisqacha takrorlayman. Diploid holatdagi megasporatsit hujayralari meyoz bo'linishi natijasida gaploid to'plarining bitta yirik megaspora va 3 ta mayda megasporani hosil qiladi. Keyinchalik mayda megasporalar nobud bo'ladi va faqatgina yirik megaspora qoladi. Va mana shu qolgan yagona yirik megasporamiz 3 marta mitoz bo'linadi. Birinchi marta mitoz bo'linib 2 ta hujayra, ikkinchi marta mitoz bo'linib 4 ta hujayra, to'rtinchi marta mitoz bo'linib, uchinchi marta mitoz bo'linib esa 8 ta hujayrani hosil qiladi. Joylashuviga ko'ra bir tomonda 3 ta, ikkinchi tomonda 3 ta, markazda 2 ta hujayra birlashib markaziy hujayrani hosil qiladi. Tuxum hujayra qaysi? Mana bu mikropile tomondagi yirikrog'i tuxum hujayra deb yuritiladi. Va mana shu murtak xaltadagi tuxum hujayra va mana bu markaziy hujayraga spermiy 1 va spermiy 2 qo'shilishi natijasida bizda qo'sh urug'lanish jarayoni namoyon bo'ladi. Buni esa keyingi etaplarda tushuntirib o'taman. Endi biz qo'sh urug'lanish jarayonini ko'rib chiqamiz. Biz bunday hayotiy tasavvur qilaylik. Non yopishdan oldin nima qilinadi? Avval uni xamir qoriladi, uni alohida podgotovkasini qilinadi va shundan keyin oxiri tandirga tiqib, shundan keyin nonni olishimiz mumkin. Biz ham xuddi shu etaplardan o'tdik. Ya'ni tasavvur qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib biz qo'sh urug'lanish nima ekanligini, uning sxemasini tushunib olaylik. Ya'ni birinchi xarita chizib oldik va xarita bo'yicha bir chekkadan o'zimiz ishlarimizni amalga oshirdik. Birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladigan hujayralarni oldik, hujayralarni yetarli gametogenez bosqichida shakllantirib oldik va endi ikkalasini qo'shib qo'yib, bir donagina qo'sh urug'lanish jarayonini ko'rsatib berish qoldi xolos. Mana buni qisman o'simlik deb tasavvur qilaylik. Men jamoatchilik rassom emasman, bu qo'limdan kelgancha harakat qildim. Endi va mana shuni o'simlik deb tasavvur qiladigan bo'lsak, biz bundan oldingi bosqichda mana bu spermiy 1, spermiy 2 ni va bundan tashqari mana bu murtak xaltani biz tayyor qilib oldik. Endi ashuni o'simlik ichiga tap joylab qo'ydik va endi bundagi qo'shurug'lanishni ko'rmoqchimiz. Mana bu yerda hasharotlar yordamida, o'z-o'zidan changlanish yordamida yoki shamol yordamida changlanish natijasida chang uchib kelib urug'chi tumshuqchasiga tushadi. Va urug'chi tumshuqchasiga tushgandan so'ng mana bu spermiy 1 sekin kelib turib mana bu yerdagi tuxum hujayrani urug'lantiradi. Ya'ni tuxum hujayra bilan spermiy 1 qo'shilishi natijasida bizda zigota hosil bo'lardi. Va buni biz birinchi bosqichda formula jihatda isbotlab berdik. Endi mana shuni hayotiy misol qilib ko'ryapmiz. Ya'ni chang tushdi urug'chi tumshuqchasiga tushgandan so'ng mana bu sekin keladi va mana bu tuxum hujayraga kelib urug'lantiradi. Buning uchun mana bu yerda changnayi hosil bo'ladi va mana shu changnayi urug'lanishda suvga bo'lgan talabni kamaytirib beradi deb o'simliklarning filogenezida yozib qo'ygan. Bu esa keyinchalik mavzularda aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, spermiy 1 tuxum hujayrani urug'lantirib zigotani hosil qildi. Keyin spermiy 2 tushadi. Hozir oshna men seni orqangdan tushaman dedi. Spermiy kelibsiga uy deb tushib oladi va mana bu yerdagi markaziy hujayrani urug'lantiradi. Qarasa bu yerda 2 ta hujayra ekan. Voy dedi, 2 ta hujayrani qo'shish natijasida 3 enli endospermni hosil qildi. Ya'ni endospermda hosil bo'lish jarayoni markaziy hujayra va spermiy 2 ni qo'shilishi natijasida hosil bo'ladi va shu tariqa endosperm hosil bo'ladi. Va mana shu umumiy jarayon qo'sh urug'lanish deyiladi. Qisqacha bizda gametogenez bosqichida yetilgan chang donidagi spermiy 1 va spermiy 2 urug'chi tumshuqchasiga tushadi.
Va natijada murtak xaltada joylashgan markaziy hujayra va tuxum hujayralarni urug'lantirish natijasida qo'sh urug'lanish jarayonini namoyon qiladi. Jarayonlar birinchi bosqichda spermiy bari changnay orqali tushadi. Changnayning ahamiyati nima? Urug'lanish jarayonida suvga bo'lgan talabni kamaytirib beradi. Xo'p, spermiy bir tushdi va mana bu yerdagi tuxum hujayrani urug'lantirdi. Natijada nima bo'ladi? Zigota bo'ladi. Endi spermik 2 mana bu yerdagi markaziy hujayrani qo'shdi. Natijada nima hosil bo'ladi? Endosperm hosil bo'ladi va mana shu jarayon qo'sh urug'lanish deyiladi. Urug'lanish o'zi nima? Urug'lanish bu asha erkak urug'ochi gametalarning qo'shilishi. Chang bu erkakni mana tuxum hujayra so'zi urug'ochida bo'ladi. Endi erkak urug'ochi asosan hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Endi bu o'simliklarga bo'lganligini hisobiga aniqroq tushunish maqsadida xuddi shunday deb aytib o'tib ketyapman. Va mana shu jarayon bizda qo'sh urug'lanish deb ataladi. Agarda darsimiz sizga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling va fikringizni o'z izohida qoldiring. Keyingi darsimiz qaysi mavzu asosida bo'lishini esa o'zingiz kommentariyada fikringizni bildirib o'tishingizni iltimos qilib qolamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.